Baxtiyor. Kecha seni olib turuvdim muzeyga. Ha. Joning sog' bo'lsin. Rahmat. O'zi qaysi muzeyga kirdik? Danova muzeyiga bordik. Zo'r ekan. Menga Venadagi muzey yoqdi. Zo'r edi. A Parijdagi muzey eng zo'ri. O'sha muzeyga kirishga qancha pul to'ladik? Danova muzeyiga 18 euro berib kirdik. Venadagi muzeyga 38 euro to'ladik. Louvrega 29 euro berdik-ku. Bilasizlarmi? Dunyoda bitta zo'r muzey bor. Hop. Eng kattasi, eng yaxshisi, eng chiroylisi. Bir umrga tekin. Hammaga. Yo'g'i. Ha. Eh, Qadimda ham olinmagan pul, bundan keyin ham pul olinmaydi. Na dollar, na yevro, na frank, na so'm. yaxshi. Shunaqasi ham bormi? Shunaqasidan ayting. Neutral mijozlarini o'sha yerga olib boraylik. Qanaqa joy ekan o'zi? Ko'rsataymi aka? Aha, ko'rsating. Mana. Dunyodagi eng katta muzey. Hammasi mukammal tarzda yaratilgan. Har bitta detal a'lo darajada. Hammasi mukammal. Osmonni qarang. Quyoshni qarang. O'tlar, ranglar, hasharotlar hammasi mukammal. O'xshash yo'q. Qadimda ham bir so'm pul olinmagan, bundan keyin ham pul olinmaydi. Yo birontanglar pul to'ladinglarmi? Buni faqat inson qalb ko'zi bilan ko'rish kerak. Hech qaysi muzeyga o'xshamaydi. Murod aka, faqat shu bir narsani o'ylab qolaman-da. Xo'sh. Bularni hammasini haqqini egasiga ertaga qanday to'laymiz?